Taqdirning chaqchiqi 1-bölüm 1-qism. Bahar faslining o'ttira oylari edi. Quyosh nuri xuddi opamning illiq bag'ridek butun zaminga haroratini chechiyotdi. Salkin shamol yuzimga yenik urilib turardi. Mana mushu go'zal manzara ichida opamga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan singlimning tayyorlab bergan atkanchini ichib, kayfiyatim yaxshi holda Audi markalik mashinamni otdek chaptirib, shirkatimiz ichilganligining 10 yillik xotir kun ziyofatiga ketayotdi. Kayfiyatim to'limi yaxshi. Kichikgina go'dak boladan cho'p-cho'ng bir yigit bo'lib ketganimga qarang. Hey, mashina ko'mamdigan. Kechikib qoldigan bo'ldim. Dadam endi menga telefon urishga boshladi. Tuyuqsiz tushib ketgan telefonimni olay deb olsam, oldimga bir qiz yugurib chiqdi. Men tormoz tutish ulgurmayla uni so'qib qo'ydim. Jiddiy qutqizishga telefon urib, jiddiy qutqizish mashinasi ketmoqcha xeyli vaqt ketgudi. Shuning bilan men saqlamayla uni yaqin atrofdagi kichikli bir doktorxonaga olib keldim. Oradan yarim soat o'tgandan keyin doktor chiqdi. Yaxshimisiz efendi? U sizning nimangiz bo'ladi? Ha? Oma? O mening hech nimam emas. Ehtiyotsizlikdan uni so'qib qo'ydim shu. Uning ahvoli hozir qandayroq? Pek ig'ir emas-ku, ha? Cho'ng xatarmi yo'q. Xotirjam bo'ling. Sal qo'rqib ketibdi. Sal turib doktorxonadan chiqsa bo'ladi. Ha, undoq bo'lsa yaxshi. Rahmat sizga, doktor. Men darhol u qizning yeniga kirdim. Hay, men elang. İçida naq 50 ming yen bor. Sizning-chu 1 yil xotirjam yeb ichingizga yetadi. Amaliyotda-ku sizning qilganingiz xato. Yuqori sur'atli tosh yo'lda kim sizga yo'ldan kesib o'tishni o'rgatgan, ha? Voy, bo'ldi, men ketdim. Bir muncha vaqtimni elib, nurg'un ishlarimdan qo'ydingiz. Tasimi bir qamlashmagan. Siz ham ishlarni pul bilan hal qila olmayman deb o'ylamsiz? Ondaqda bo'pti, kartangizda saqlab qo'yaman. Bizning-chu pulimiz bo'lmagani bilan vijdon g'ururimiz bor. Avar qilib qo'yibdiman. Rahmat sizga. Qandoq yo'l mengishni bilmay turib, gapining yo'g'onligini qara. Bu odamlar-chu ozroqli bir ish bo'lsa, o'likimni sotaman deydi-ku zodi. Texi pul bersa, voy, pulingizning keragi yo'qdi, g'ururimiz batdi deb ketishib ekan. Qamlashmagan. Men shundoq deb doktorxonadan chiqib, dadamning yiniga kelsam, murosim oxirlashib bo'ldi. Dadam mendan ansirab turibdi ekan. O'g'lim, odamni hajab ansiratding. Telefonni olmaganingni oz deb, mushundoq muhim murosimga endi kagdinga qara. Nima sho'g'anti zodi? Dada, men shu yo'lda kelayotqicha ehtiyotsizlikdan bir qizni so'qib qo'ydim. Jinim bolam, bir yering zaxmlanmagandi. Ondan-chu qandoq bo'ldi? Yo'q dada, men hech nima bo'lmadim. U qizmi yaxshi, faqat qo'rqib ketibdi shu. Ansirma bo'ldi. Sen yaxshi bo'lsangni bo'ldi, o'g'lim. Shundoq qilib, men yotoq uyimga inib chiqdim. Uyinda tunishqila 6 oycha bo'lgan bir qiz turtishim bilan ko'rishga berish uchun bir haqur tayyorlik qildim. Texmen bir soatdan ortiq aynakka necha qitim qarab, chechimni u qiz yaxshi ko'radigan bir artistning chach posoniga qo'yib qo'ygandek o'xshatib, yasvag'inimni qarmamdigan. Demisimi, u qiz bilan paranglashib, uzun yillik do'stimdek bo'lib ketgan edi. Men hammadan bek uning ashu yiqimliq ovoziga amroq edim. Uningga necha qitim ko'rishish taklifini bergan bo'lsam-mu, lekin uning qayta rad qilishi bilan mana bugungacha ko'rishamdigan edik. Mana endi u o'zi menga ko'rish taklifini berdi. Demisimi, bu qiz bol deganni tushungili bo'lmaydi zodi.
Hey, oxiri tayyorligim bitib bo'ldi. Endi men biz oldin kelishib qo'ygan g'aribcha tamoqxonaga bordim. Men sal burun kelib oldimmi qandaq? U qiz hech ko'rinmaydi. Qiz bola emasmi? Balkim nozlanayotgandi. Men u qizni saqlag'ach, birdan telefonimda o'yin o'ynay deb tursam, mulozimning Shahzod apandim bu tarafda. Marhamatxon qiz, ko'ngillik o'ltiringlar. degan gap anglandi. U qizmi keldi. Men u qizni ko'rib turgan joyimda dang qetib turib qoldim. Taqdirning chaqchiqi 1-bölüm 2-qism. Kishilik bu hayotda biz yuz berayotgan nurg'un ishlarga amalsiz qolamiz. Yuz berayotgan ba'zi ishlar xuddi tushdeklar. Yana ba'zi tushlar reallikdek. Taqdirimizga nima bitilgan bo'lsa shuni ko'rdik-miz. Masalan, ip-hisob atiganki aldirachlikda odam so'qib qo'ygan ish. Ham bu o'ndidarda tunishib, shu bir torda tunishgan qiz tordishim uchun qamag'anlarim qamag'anga o'xshash. U qiz menga qarab keldi. Kiygan kiyimining rangi qizil, badanga chin chaplashib turibdi. Futida qora egiz bashinliq oyoq. Xuddi xalqarалық sahnada model mengayotgandek dağdam qadam bilan oldimga keldi. Va menga qarab: Voy, bu siz ündidarındaki şahsatmı? Ha, siz hiliqi. Ha, men shu. Atdigan siz canımı ağlı taslı qalgan şahla men shu. Siz-chu odamni tanimaydikansiz, ha? Men nima deyishimni bilolmadim. Atiyanki ish uchun kechirim so'rashim yoki so'ramasligimni bilmayli qoldim. Kechirim so'ray desam, bu qiz, yo'q, Shahlo degan bu qiz atigan oldimga o'zi yugurib chiqqan tursa. Kechirim so'ramay desam, uning bilan torda paranglashib yurib, uningga ko'nib qolibman. Men tamtirgan holda yana ig'iz ochdim. Shahlo, atiganki ish uchun men sizdan kechirim. Yo'q, kechirim so'rashingizning hojati yo'q. Men tushunaman. Demisam-u, men atdiganda o'zimni sal aldirab mengib, xatolik mendan o'tdi. Bu musuğu atdigandala men sizni tanib qolgandim. Shahloning bu gapidan bakla xijillik his qilib ketdim. Qandoqli bo'lmasin, men ishkilanmayla uningdan kechirim so'rashim kerakdi. Men o'zimni qo'ydiganga joy topolmay qoldim. Shahlo mening o'ng'aysizlanib qolganimni bildi bo'g'ay. Menga qarab illiq birni kulimsirdi. Shahzod, bo'ldi, o'ng'aysizlanishingizning hojati yo'q. O'z odam tursak. Ha, rost. Uncha aldirab nega mangan edingiz? Shahlo haqiqatan odamning ko'nglini tushunadigan qizda. Gapni boshqa yerga burab, mendagi bu o'ng'aysizlikni tugitib o'tdi. Men shirkatimizning xotira kuniga mangan edim. Ha, kechikib qopsiz-da? Yo'q, ilqi, sizning ahvolingiz-chi? Qandaqroq tursiz? Cho'nchidaq yo'qdi? Yo'q, lekin shu yuragimdan chataq chiqqandek qiladi. Ha, nima ish bo'ldi? Tekshirtimdiq ya. Shahlo bu holatimni ko'rib kulib ketdi. Men rost deb o'ylab qopdim. Ammo u menga chaqchaq qilib ekan emasmi?
Shahla men o'ylagandan chiroyli. Ko'zlari kulib turadigan. Lavlari cho'tehi. Yana kelib, ovozi unidorda chiqqanligidan bekrak yiqimliq ekan. Cho'ng budur qilib olgan chochlari uni to'liq jazibdor qilib o'tgan edi. Hey, Shahla, sizdan bir narsa so'rsam bo'lamdi? Ha, qani so'ra. Sizning loyiqingiz bormi? Qandaq deysiz? Sizning bor o'xshamamdi. Yaqay. Shundoq deb turishimizga mening bu restoranda ishlaydigan bir og'aynam takalluf bilan kirib keldi. Uni biz odatda Anqar to'poq deb atab qo'yatdik. U o'ziga yarashmaganli emas. Ammo ko'ngli pek yaxshi bola edi. Yaxshimi Shahzodbek? Bu taraflarga kelganimni vaqt chiqarar ekansan, ha? Ha, sencho yaxshimi odash? Voy, yaxshimi? Shahla ishqinlar qandoq bo'lib? Yaxshimisiz? Shundoq biz yuryapmiz. Qandoq bo'lmabdimi? Anqar ortiq gap qilmayli chiqib ketdi. Biroq uning chiroyi bekli o'zgarib ketgan edi. Men muhim Shahlaning biz yuryapmiz degan gapidan bekli hayronlik his qildim. Lekin Shahla chiroyini o'zgartmay kulib o'ltirardi. Shu asnoda menga Anqardan telefon keldi. Men buningdan sal hayronlik his qilib, sirtqa telefonni elish uchun chiqdim. Biroq Anqarning deganlaridan gangirab qoldim. Taqdirning chaqchiqi 1-bo'lim 3-qism. Hayot to'limi murakkab. Odamlar bo'lsa bekli tushuniksiz. Olgan qadamlarni keyniga qaytarishga, qarshi xatlarni o'chirishga biz rostla ilojsizmiz. Anqar asli Shahlani xeyli uzun qo'g'lishib, Shahla uning talbiga ma'qul bo'lmagan ekan. Men hargiz Shahlani uningga qo'shqo'llab bermayman-da. Men telefon paranglashib, inib kirsam, Shahla odamni mahliya qilgudek nozgarishmalar bilan o'tiribdi. Oy, ajab tasdiq kirdingiz-ku. Ha, shu og'aynam telefon qilib ekan. Uning gapi tugmay shu. Bak uzun saqlatib qo'ygandim men, ha? Yo'q, hech qisi yo'q. Boya hayron qoldingiz-ku deyman. U bolacho bekli bizang, shundoq deb qo'ydim. Xato tushunib yurmang yana. Shahla rostla pek samimiy. Bekli shu. Gerçi chiroyliqlar tipiga kirmisimi, ammo bekli omaq. Odamning ko'nglini tushunadigan qiz. Men uningga bekli amriq bo'lib qolgan edim. Biz mush haftaning oxiri ko'rishadigan bo'lib xo'shlashdik. Ammo nim bo'ldimkin tang, xiyollarim faqat uningda qoldi. Burun u meni izlab xat yozgan bo'lsa, endi men xatlarni kutadigan bo'lib ketdim. Her kuni u ko'zini ichibla, u menga xayrli sahar shahzodam deydi. Kechdim ham shahzodam xayrli kech deydi. Hayronman. Bir kun, bir hafta yoki bir oy emas. U buni izchil davomlashtirayotgani 6 oy bo'ldi. Mana endi men ko'zimni ichibla u xatni ko'rmasam beyaram bo'ladigan bo'lib qoptiman. Shu xayollar bilan taqozolik ichida bu haftaning oxiri yetib keldi. Men bugun Shahlaga muhabbatlashish emas, balki to'y taklif qo'yman deb olmos ko'zlik uzukdan birini oldim. Hamda uning men romantiklikqa bekla amroq degan so'zi uchun atoyidan bir restoranga kelib, ayrimxonni bezatdim. Saqlayapman. 1 soat boldir kelyapman. Men jiddiylashayotdim. Onunğa deydigan so'zlarimni unutib kelyaptim. Vaqt to'shdi.
Ammo u kelmadi. Men yana saqlayapman. Qancha taqozo bo'lgan bo'lsam, u shuncha kelmayotdi. Bir soat o'tib ketdi. Men onunğa telefon qilishga boshladim. Biroq oldigan odam yo'q. 3 soatmi mana mushundaq oxiri yo'q armon. Cheksiz xayollar bilan necha soat oxirlashdi. Biroq u yana kelmadi. Shahlani saqlab o'ldirsam, Shahladan 2-3 yoshlar atrofida cho'ng. Yuzlarini qo'riq besib ketgan. Chiroyidan muz yig'ib turdigan. O'zining semiz badaniga faqatla maskanmagan bo'lsa-mu, zo'rlab kiyib egiz pashinliq oyg'i bilan xuddi yerda o'chib botakil dastlab bir qiz kelib o'tadi. Uning mang sat hijarab, qamlashmisimu erkalab salom qilishlari meni ozroq seskandirib qo'ydi. U udulimga kelib, chiroyini o'zgartmay seg'iz chaynab o'ltirdi. Hayron qoldim. Ham onunğa soğuqlu gap qildim. Hey, kimni izlaysiz? Sizning bu yerda nima ishingiz bor? Men Shahlaning do'sti Güzel. Siz Shahzodqo deyman. Siz rostla bek odamni jalb qiladigan bola ekansiz-jimi? Hayronman. Bu xonning ismi Güzel ekan. Ism deganmi, ozroq odamga maskasi chaqirg'isi keldi-da. Ovozining bo'g'liqcha o'tdi. Ha, yaxshimsiz? Shahlacho, u kimdimi? Mana men keldim-ku. U endi kelmaydi. Uning bira ish chiqib qopdimi? Uningga deydigan muhim gapim botdi. Endi u gaplaringizni mang'ilidanga bo'lmasa, men mushaklardagila sizning hojatingizdan chiqa olayman. Voy chiroyliqning dadi yomon, satning holi deb nim deb yuradigan-da ma'u endi. Buni men opam demdim yoki hojatingiz deb ketganini qarmamsiz dedi. Asli mush o'rnimga yondirib o'tay degan edim. Ammo ozroq ayminib qoldim. Yoqay, boshqa ishingiz bo'lmasa, kessangiz bo'ladi. Shakla mush haftadala to'y qiladi. Endi uni avvar qilmang. Men bu bekorchi emas edim, sarammi bu? Lekin qachonlarda telefon ursangiz, shu zamonlar yiningizga o'nib bo'laman-jimi? Haraz, Shakla kelmagandan bu tomoqlarni yeb bo'lmaymiz-da. Shunga mil ag'ish ketay, ha? Men rostla nima qilarimni bilmadim. Bu xotinning keyinlik so'zlari qulqimga faqatla kirmadi. Shahla qandoq bo'lib to'y qilgan bo'lib qolgandi? Kim bilan? Nimishqa to'y qiladi? Üstümden bir chilak suv quyib o'tgandek andikib ketdim. Shularni o'ylab o'ltirsam, dadamdan telefon keldi. Vay, dada. Bolam, bugun baldur kel. Sana tunuşturib qo'ydigan mehmonim bor. Ha, ma'qul dada. Telefonni qo'ydim. Apam tugab ketib, dadam hozirgacha yolg'iz yashayotgan edi. Ba'zida uningga ichimmi og'rib qoladi. Lekin uning bugun tuyuqsizla menga mehmonim bor degandan sal hayronlik his qildim. Shahla mukammadi. U endi telefonini biroqli etayotgan edi. Menmi ketish o'yim bilan uyga qarab yo'l oldim. Taqdirning chaqchiqi 1-bo'lim 4-qism. Yo'lda ketayotguncha kallamni oyga chiqmas xayol chirmib olgan edi. Shahla qandoq bo'lib? Yo'q. U qizning gapiga men hargiz ishonmayman. U Güzel degan qiz menga yolg'on so'zlayotdi. U Shahlaga hasad qilyotdi. Bularni o'ylagan seri men texmi jiddilashib ketyotdim. Shu xayollar bilan ketib uyga kelib qopdim. Dadam birasining to'yiga bordigandek yasinib, uydagi xizmatkorlarni ha deb ishga buyurib o'tibdi.
Singlim Shahrizod bu ishlar o'zi bilan munosabatsizdek telefon o'ynab o'ltiribdi. Dadam meni ko'rib, chaqqan yasinib chiqishimni. Bugun keldigan mehmonlarning to'limi alohida odamlar ekanligini aytdi. Men xo'sh yoqmagandek ma'qul bo'lib ustiga chiqay deb tursam, singlim chaqirib qoldi. U jidal qilib yotoq uyimga men bilan birga kirdi. Aka, sen nimaga jiddiylashyapsan? Gerçi apam bu dunyodan ketgan bo'lsa-mu, u bu uyni tutib bizga qoldirgan emasmi? Bilaman, undaq bo'lsa nima bo'pti? Rost bilmam, sen yoki bilmas bo'layotamsan. Nimani, ha? Sizlar nima deyapsan? Dadamning u a'tvorliq mehmini sening amda apang bo'lish oldidagi apamning o'rnida bu uyga xo'ja bo'ladigan odam, tushundingmi? Men endi gap qilay deb tursam, yotoq uyimga hammom kirdi. U 45 yoshlar atrofidagi, yuzlarini qo'riq besib ketgan, bakli semiz. Biroq bizga bakli amroq ayol bo'lib, bu mahalladagilar uni Ayshamxon vat deb atashadi. U to'limi g'ayvatxo'r. Boshqalardan minnatdor bo'lishni bilmaydigan. Boshqalardan doim og'irnib yuradigan. Bekor bo'lsalar, qo'shnilarning uyiga kirib, g'ayvat bilan kun o'tkazadigan qitug'ur ayol edi. Lekin apam bu songlisiga bakli amroq bo'lib, doim uningga yordam qilib turadi. Chunki cho'ng dadam vafot bo'lib, apam ikkisi bir-biriga hamdam bo'lib kelgan ekan. Apam doim dunyolikda faqat musha birlik qilinishim bor. Biroq uning to'la gap qilishini tushunmasak bo'lmaydi. Chunki hammalarning yo'ldoshi boshqa bir ayol bilan qochib ketib, hasrat dardida hammalar sarang bo'lib qolayli degan. Shung u hozir mana mushundoq bo'lib qoldi deydi. Hammam yugurib kelgan bo'lsa kerak. Asrab hömidab aralla gap qilib o'tadi. Hey, sizlar ishqinglarga nima desam bo'la, ha? Dadanglarga apanglarni unutib ketsin. Sizlar ham apanglarni unutib ketdinglarmi? Voy, bu qanday qish o'tib ketdi endi. Hey, Shahrizod, sen qanjuqni qarab turdingmi? Apang ishqingni tug'iman demagan bo'lsa, bizni buncha baldir tashlab ketamdi, ha? Sen ishqingni tangli tug'ilimiz demay, birdan tug'ilgan bo'lsang, dunyolikdagi birdan bir qarindishimdan ayrilib qolmagan bo'lardim. Mana endi madadang degan yuzsiz xotin olaman, sizlarga yangi ob tepib beraman desa, xush bo'lib o'tirishib keting degina. Voy, men qanday qilay? Voy jinim acha, mau bolalarning holini ko'rgansanmi? Voy shurikim, voy shurikim. Voy, men qanday qilay? Voy o'lay, voy o'lay. Amma, buni da qandaq bo'ladi? Acaba biz xolam deganmiz? Bu ishda bizmi endi xabar topdik. Albatta bizmi xolamaymiz. To'g'ri. Apam tepilg'usiz esil ayol edi. Biroq dadamni yolg'iz yashayotgan 20 yil bo'ldi. Dadamni o'ylab qo'yishimiz kerak-da. Meningcha, apamni cho'qim mushundoq bo'lishini xohlaydi. Hey, shahzod degan non qapi. Bu nima deganing, ha? Tuzkur. Sen bekli o'gay ap xalab qolgan o'xshamamsan. Voy, ish qilib nima desanglar mayli. Men dadamni qo'llayman. Qarang amma, men qanday qilishimni faqatli bilanmadim. Ish qilib men xolamayman. Siz endi menga yo'l ko'rsatmasangiz bo'lmadi. Yeningda men bor qizim. Yelimo apang sendek bir qizni tug'ib qo'yibdi ekan. Qiz bola deganning nimali bo'lmasin, kuyima bada. Biz-chu undaq qazangan mundaq cho'mish qilib, mundaq qilaylik, ha? Ular uzun pichirlashdi. Men diqqatmi qilmadim. Bir vaqtda ular aldirab bir narsa olamiz deb chiqib ketishdi. Men dadam bilan choy ichib, mehmonlarni saqlab o'ltirdik. Xeyli uzun vaqt o'tgandan keyin dadamning telefoni sayridi. Dadam telefonni qo'yib jimib ketdi. Uningdan nima bo'lganligini so'ray deb tursam, dadam menga mehmonlarning ketganligini, Shahrizodning uyining oldidanla ularni ketkizayotganligini aytib, yotoq uyga mayus holda kirib ketdi. Men bu yuz bergan ishlardan hayronlik qoldim.
Taqdirning chaqchiqi 1-bölüm 5-qism. Hayotning davolari shundoq bo'lsa kerak. Nurg'un ishlarning bizning orzuyimizdagidek bo'lmaydiganligini bilgan bo'lsak, hayotda og'irnishning o'rniga to'g'ri tushunishga tirishgan bo'lsak, hech bo'lmasa biz sababli bilib bilmay yaqinlarimiz azor yemagan bo'lsa, balkim kunlarimiz texmi xushalliq hamda rohat ichida o'tgan bo'ladi. Singlimdan og'irnay desam, uni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Chunki u tug'ilibla u apa deb bir ismni chaqirib boqmagan. Shunglashqa u dadamga bekli amroq edi. Ham bekli ko'ynatdi. Hamda uning o'rniga dadamga uningdan bekrak ko'yinadigan birisi chiqsa, albatta shunday qildi-da. Dadamdan og'irnishga texmi bitnamaydi. Shu xiyollar bilan tursam, singlim Shahrizod kirdi. Men uning bilan yaxshiroq paranglashib beqish o'yiga keldim. Shahrizod, bu yoq kela. Nima deysan? Sening bugun qig'ining faqatli qamlashmadi juma. Hech bo'lmasa, ishq oldiga kelgan odamni qaytarmasliging kerakdi. Aka, sen meni tushunmamsan? Dadamga menba, u yolg'izlik his qilmaydi. Hammamning degan gaplarni o'ylab baxmadingmi? Sen nimani bilading, ha? Ajbotadan bir umr biz uchun yashash kerakmi? Sen ondoq dining bilan dadamning o'ylaganlari bor. Şoň sen endi bu işlarga aralashma. Vaqti kelganda bir gap bo'ldi. O'ylab baxmam sen. Dadam yolg'iz yashayotqili qanchalik bo'ldi? Umi ballalarim boshqalarning oldida uvalchilik qilmasin deb hozirgacha qurbonlik berib keldi-ku. Endi bizmi cho'ng bo'ldik. Uningga ozroq bir ish qilib beraylik. Bo'lamdi, ha? Uning gap tushunmay kichiklik qilgani uchun nemishqa buncha unlik ovozda gap qilganimni o'zimni bilmayman. Endi singlim yig'lab tushdi. Aka, menli xato gap qildimmi? Acaba men dadamga yomon bo'lsin debdim-da? Seningcha men dadamni o'ylamamdim? U meningmi dadam? Lekin bugun kelgan o ikki qiz men demaklikli qizlar ekan. Dadamga mos kelamdi kelmamdi deb o'ylab baxmamsan. Ya'ni kelib chiroydan shumliqli yig'ib turdi. Dadammi o'zining ishiga mos keladigan, uy tuta oladigan birini topgan bo'lsa, menmi mushundaq deb yuramdim? To'g'ri. Dadam rasli yolg'iz qoldi. Menmi uncha shaxsiyatchi emas. Meni kechir aka. Men shu Yo'q, bo'ldi yig'lama, ha? Yig'lamagan. Seni tushunaman. Shahrizod, bo'ldi yig'lama singlim. Bu ishlarni men qo'yib-ba, bo'lamdi. Uni bag'rimga chin bisib, ozroq bezligan bo'ldi. Nemil degan bilan qiz bola emasmi? Yana liroqni ko'rdi. Uning deganimi o'rinsiz emas. Biroq dadam shuni xohlagan tursa, men yana qanday qila oldim? Endi mening qiladigan ishim dadam bilan paranglashish, dadamni bezlash. Uning yerim ko'nglini butunlash edi. Men astag'ina uning yiniga kirdim. Dadam texicha beshini sanglatgan peti kiyimlarini almashtirmayla o'ltiribdi. Dadam mening kirganimni ko'rib, menga qarab, bu yoqda o'ltir deganda kenini ishorat qilib qo'ydi. Dadamning chiroyidan g'amkinlikla emas, bir xil xijillikni aks etib turadi. Dada, sen texicha yotmabsan-ku. Gapni nadim? Qanday boshlashimni bilamay, aran shundaqla deyaladim. Kela o'g'lim. Birdam xiyol surib o'ltirib qopdim. Dada, singlim kichik emasmi? To'g'ri tushun. Umi shu sana amroqlik qilyotdi. Yo'q, bolam. Sizlar meni afv qilinglar. Asli bu yeshimga kelganda bundaq ishlarni qilib yurmasligim kerak edi. Biroq singlim yotliq bo'lsa, sirtning odami bo'lib ketdi. Ba'zida kechalari yurak kesilim qo'zg'alib qolsa, doim seni avara qiladi ekanman. Shunga olimdan xabar og'idek bir seni tepib, sizlarni xotirjam qilay debdim.
Biroq men sizlar xohlamagan har qanday bir ishni qilmayman bola. Apanglar ketadigan chaqda sizlarni menga topshirgan. Shunga bugun o'zim behli xijil bo'lib ketdim. Undoq dema dada. Biz seni tushunishga tirishimiz. Shunga endi bu ishlarni men qo'yib ba. Apam bo'lgan bo'lsa-mu, cho'qim shundoq bo'lishini umid qilatdi. Apang bilan men tunji qitim avtobus bekitida tanishgan. Mening maktabda o'qiyotgan vaqtlarim edi. Bozor oyinib, qaytay deb avtobus bekitida tursam, yenimda faqatla parcha pul qolmabdi. Onungacha avtobus kelib qoldi. Men jiddilashib tursam, apam menga diqqat qilib turgan bo'lsa kerak. Menga gap qilmay bir ko'yni tutqizib qo'yib, men o'ltiradigan shu avtobusga chiqdi. Keyin apangning men bilan parallel sinfda o'qiydiganligini bilib, uni tamoqqa taklif qilganmi bo'ldi. Keyin biz yurib qoldik. Mana maqsadsiz, shartsiz yaxshi ko'rishib, to'ymi qildik. Lekin u menga singling bilan ishqinglarni qoldirib qo'yib, ko'zini yumgancha ketib qoldi. U meni behli burun tashlab ketdi. Dadamning ovozi beklab bo'g'iq chiqib tunji bo'lib dadamning yishini ko'rishim. Shundoq qilib dadamga tasalli berib, mush haftaning oxiriga dadam mehmonlarni qaytadan o'rlashtirgan bo'p. Men boshqa tayyorliklarni qildigan bo'p deyishib, yotoq uyimga yenib chiqdim. Singlimningmi endi kallasidan o'tgandek qilatdi. Yotoq uyimga kirib yetishimg'ila yana Shahlarni xiyol qilishga boshladim. Demisimi bu hafta men Shahlar bilan faqatla aloqalashamay, bekla tasda o'tdi. Tuyuqsiz telefonimga qarab qo'yatdim. Biroq kunda keldigan u uchurlar endi biroqla kemas bo'lgan edi. Shahlar tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Uning adresini topgan bo'lsam-mu, faqat uning oldin qaytib ko'chib ketganligini bildim. Biroq nega, nimishga ko'chganligini bilamadim. Shu xiyollarim bilan qandoq bo'lib biz Shahlar bilan tunji ko'rishgan oshxonaga kelib qolganimni o'zimni bilmayman. Yiliq og'inam yo'qkan. Men Shahlar bilan udul-mudul qarishib o'ltirgan yiliq ayrimxonada o'ltirsam, bir yoqlardan bir ovoz anglanib, mening badallarim tikallashib ketdi. U yiliqi Shahlarning do'sti Go'zal edi. Qandoq bo'lib tuyuqsizla bundoq chaqirib qoldim, o'zimni bilmayman. Hay, Go'zal. To'xtab turing, ha? Voy, Shahzodbekkan-ku bu. U yenidiki kelangsiz, semiz. Yuzlarini mudir besib ketgan erga bir narsalarni deb yo'lg'isab qo'yib yenimga keldi. Qanaqa ahvolingiz Go'zal? Kechiring, ha? Sep bo'ldi. Yaqay tatlig'im, sat bo'ladigan nari bor deysiz. Men dedim-ku, sizning qatdan hojitingiz tushsa, men shu hamon yeningizga unib bo'laman deb. Bu yerda yolg'iz o'ltirib qopsiz-ku. Yo'q, xato tushunmang. Men shu sizdan Shahlarni so'ray degan edim. U nada? Bilamsiz. Uning bilan men faqat aloqalashamayotman. Menga uning nadilgini bilsangiz deb bering bo'lamdi. Mushuni so'raydiganligingizni bilatdim, Sadi. Yo'q, bilmayman. Boshqa ishingiz bo'lmasa, men mangdim amsa. Bo'ldi, uni mendan so'ramang. Men nima deb uning gapiga kirib, yiriq kuni sizga xabar yetkazgili keldim deyman, ha? Bir saqlayotgan edi. Xo'sh, amsa savdo yigit. U shundoq deb qo'yib ketib qoldi. Lekin mush qizga qarsamla bir xil bo'laman. Qurutlarga o'xshash bo'g'ma bo'lib ketgan go'shtlarga yarashmaganlar tar ko'nglikni kiyib oldi desa, texi bo'yining egizligiga baxmay, kiyib olgan egiz boshliq oyg'icho texi. U ketdi. Men yana bir narsam kamdek uyga inib keldim. Bugun
Dadamning mehmonlar keldigan kun bo'lg'achqa, menmi ozroq yasinib singlimga tarbiya ishlab, dadamni yasandırıp aldirash yurdi. Kech soat 8 bo'lganda biz saqlayotgan mehmonlar keldi. Biroq men ularni ko'rib, hoshimdan ketayli dedim. Oldimda Shahla bilan birga 35 yoshlar atrofida bir ayol turardi. Abduri Mustafa Abdurrahim, Shuhrat Bey, Furqat va boshqa rollarda Muzaffar Mo'min, Ayshamxon Abbay va boshqa rollarda Amina Abdukirim, Shahrizod va boshqa rollarda Chimangul Ablis, Shahla Shakila, Güzel rolida Gulnigar Obul Qasim, Shahzod va boshqa rollarda Mustafa Abdurrahim, ovoz rejissyori Gulnigar Obul Qasim, kirishtirguchi ham texnikada Mustafa Abdurrahim.